Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Demak, sizlar bilan Best Doctor jamoasida fanimiz biokimyo. Mavzumiz esa oshqozonchilik biokimyosi bilan tanishib chiqamiz. Mavzuni o'rganishdan oldin o'zingiz uchun qulay muhitga joylashib boring. Sababi oshqozonchilik biokimyosi eng muhim mavzulardan biri hisoblanadi. Ya'ni kundalik hayotimizda ham aynan mana shu mavzuni bilish orqali ba'zi bir ma'lumotlarni, ya'ni ba'zi bir muammolarni bartaraf qilishimiz mumkin hisoblanadi. Demak, boshladik. So'lak tarkibi va vazifalar. So'lak bezlari tomonidan ishlab chiqariluvchi suyuqlik hisoblanadi. Ahamiyati: ovqatni namlash va yutishga tayyorlash. Alfa-amilaza hisobiga uglevodlarni hazmlash, og'iz bo'shlig'ini mikroblardan himoya qilish, tishlarni kimyoviy tarkibini o'zgarishlardan himoya qiladi. Tarkibi: 99% suv va 1% erigan moddalar hisoblanadi. Elektrolitlar: natriy, kaliy, kalsiy, magniy, xlor hamda difosfat, yod kabilar kiradi. Shilimshiq: glikoproteinlar va mukopolisaxaridlardan iborat hisoblanadi. Antibakterial moddalarga esa vodorod peroksid, immunoglobulin A, lizotsim, laktoperoksidaza, laktoferin, hazm fermentlari, alfa-amilaza, chaqaloqlarda lingual lipaza, gaptokorin B12 vitamini oshqozongacha bog'lanib borib, parchalanishdan himoya qiladi. Xossalari: kuniga 0,5-2 litr chiqariladi. pH miqdori 6,8 hamda 7,4 ga teng bo'ladi. Ta'm bilish yoki ochlik va to'qlik biokimyosi bilan tanishib chiqamiz. Ta'm bu og'izdagi moddalarning ta'm kurtaklarida joylashgan ta'm retseptorlarini qo'zg'atishi tufayli yuzaga keluvchi idrok hisoblanadi. Birinchisi shirin ta'm. U aldegid yoki keton guruh tutuvchi shirin moddalarning til uchidagi gastosin bilan bog'liq. JS proteinli retseptorlarni qo'zg'atganda yuzaga keladi. Bunda ta'm bilishga oid T1, R2 va T1, R3 retseptorlari qatnashadi. Nordon ta'm. Tilning yon tomonidagi ta'm sezuvchi T3 retseptorlari bilan bog'liq hisoblanadi. Kristallin muhitda vodorod ionlari hisobiga o'z hujayrasidan kaliy chiqarishni kamaytiradi va vodorod kirishini kuchaytiradi. Bu harakat potensialini hosil qiladi. Sitrus mevalar, sharob, sirka kislotasi va boshqalar nordon ta'mlidir. Demak, uchinchisi sho'r ta'm. Natriy ionlari mavjudligi bilan bog'liq bo'lib, til yon tomonidagi ta'm sezuvchi hujayralarga ko'p natriy kiradi. Bunda hosil bo'lgan harakat potensialiga javoban voltaj darvozali kalsiy kanallari ochilib, hujayraga kalsiy ko'p kiradi. Bunga javoban ta'm hujayrasiga kelgan afferent neyronga neyromediatorlar hisobiga impuls uzatiladi. Achchiq ta'm. Xinin, gentian va boshqa moddalar tilning orqa qismidagi achchiqni sezuvchi T2 retseptorlarini faollashtiradi va afferent nervga signal uzatiladi va oxirgisi sun'iy ta'm sezgisi. Koreys tuzi va boshqa mahsulotlardagi natriy monoglutamatning tilda keng tarqalgan glutamati retseptorlarini qo'zg'atsa yuzaga keladi. Ta'm sezuvchi hujayralarga nervus glosopharyngeus, facialis, trigeminus kabi nervlardan afferent, ya'ni sezuvchi tollar keladi. Ular impulsni bosh miyadagi insulini orolcha po'stlog'iga yetkazganda ta'm hosil bo'ladi. Aynan mana shu rasmda impulslarni kelishi va qaysi nervlarning ishtirok etganligi berilgan. Ochlik ovqatlangach bir necha soat o'tgach namoyon bo'luvchi idrok hisoblanadi. Ochlik 3 xil bo'ladi: jismoniy, ruhiy hamda ovqatdan oldingi ochlikka bo'linadi. Jismoniy ochlik qonda glyukoza kamayganda pankreasdan grelin gormoni chiqadi va oshqozon mushaklarini qisqartiradi. Ruhiy ochlik bo'lsa, gipotalamusdan energetik balans kamayganda sintezlanuvchi neyropeptid E va oreksin nerv tizimida ochlikni stimullaydi. Ovqatdan oldingi ochlik ovqat haqida o'ylaganda ham parasimpatik o'zaklar aktivlashadi va nervus vagus orqali pankreasdan insulin oshiriladi. Bunda qonda glyukoza kamayib, ochlik kelib chiqadi. To'qlik ovqatlanishdagi oziq moddalar kirishiga javoban adipotitlardan leptin, ichakdan xolesistokinin va boshqa gormonlar sintezlanadi. Ular qon orqali miyaga borib, neyropeptid sintezini ingiberlaydi va to'qlik hissini paydo qiladi. Me'da shirasi katta yoshli odamlarda sutkasiga 2,5 litr me'da shirasi sintezlanadi. pH miqdori esa 1,5-2,5 ga teng bo'ladi. Me'da shirasi tarkibida esa 99% suv, 1% esa erigan moddalardan iborat hisoblanadi.
Erigan moddalarga vodorod xlorid ionlari, fermentlardan aynan gastrin, pepsinogen, renin, lipaza, ya'ni yosh bolalarda lipaza sodir bo'ladi. Ichki kasl omili. Ahamiyat: vodorod xlorid hisobiga antibakterial ta'sir, fermentlar hisobiga proteolitik ta'sir, ichki kasl omili hisobiga esa vitamin B12 ning so'rilishiga yordam beradi. Karbon gidraza fermenti ta'sirida suv va karbonat angidrid o'zaro qo'shilib karbonat sintezlanadi. U ionlanib gidrokarbonat va vodorod ionini hosil qiladi. Gidrokarbonat qonga chiqadi va uning o'rniga parietal hujayraga xlor ionlari kiradi. Vodorod ionlari vodorod hamda kaliy atefazasi, ya'ni proton bombasi yordamida oshqozonga chiqariladi. Xlor esa xlorid kanallari orqali oshqozonga chiqariladi. Bu jarayon parasimpatik nerv, ya'ni vagus, mahalliy gistamin hamda gastrin va boshqalarning faolligida kechadi. Safro tarkibi va ahamiyati. O't suyuqligi jigar tomonidan chiqariladi. U sutkasiga 1 hamda 1,8 litrga teng hisoblanadi. Tarkibi: o't kislotalari 310 mg daltonga, xolesterin 25 mg, fosfolipidlarimiz esa 8 mg ga teng bo'ladi. Pigmentlar, ya'ni bilirubinlar esa 3,2 mg ga teng bo'ladi. Bunda ham 90% dan ko'proq qismini suv tashkil qiladi. Vazifasi: ichakda yog'larni emulsiyalash orqali hazmlanishga ko'maklashish va yog'lar so'rilishini ta'minlashdan iborat hisoblanadi. Yog'li ovqatlar yeganda ichakdan sintezlangan xolecystokin o't pufagini qisqartirib, o't suyuqligini ichakka haydaydi. Me'da osti bezi shirasi. Me'da osti bezi shirasi hazmlanishda juda ahamiyatga ega hisoblanib, u 1,5-2 litr sintezlanadi. pH miqdori esa birmuncha yuqori, ya'ni 7,8 hamda 8,5 ni tashkil qiladi. Tarkibi: tripsinogen, hemotripsinogen, prokarboksipeptidaza, A va B turlari, proelastaza, pankreatik lipaza, xolesterol lipaza, xolesterol esteraza, fosfolipaza, alfa-amilaza, amilo-1,6 glikozidasa, bikarbonatlar hamda suvdan iborat hisoblanadi. Vazifasi: asosan oqsil, yog', uglevodlar hazmi, bikarbonatlar hisobiga oshqozondan kelgan vodorod xloridini neytrallash vazifasini bajaradi. Parasimpatik nerv, xolecystonin, sekretin kabilar pankreas faoliyatini kuchaytiradi. Ichak suyuqligi bilan tanishamiz. Ichak suyuqligi o'zi asosan hazmlanishda va so'rilishda ahamiyatli hisoblanadi. 2-3 litr sutkasiga hosil bo'ladi. Tarkibi: asosan pankreas fermentlari, duodenal fermentlar, ya'ni laktaza, saxaraza, maltaza hisoblanadi. Bundan tashqari suv va boshqa moddalardan ham iborat hisoblanadi. Uning pH miqdori ancha yuqori, ya'ni 7,2 hamda 9 ning oralig'ida bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzuni to'liq o'zlashtiring. O'zingiz uchun kerakli ma'lumotlarni konspektlashtiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.